Beshariqda 2 marta sudlangan shaxs o'z qo'shnisining qotiliga aylandi. 2 marta sudlanib tegishli xulosa chiqarmagan fuqaro Rahimov yana jinoyatga qo'l urdi. U spirtli ichimlik ta'sirida kechasi tuman markazidan uyga qaytayotib, o'z qo'shnisi bilan ko'chada janjallashib qoladi. Shu payt qo'shnining ukasi shovqinni eshitib voqeaga aralashadi va akasining tarafini olib, ularni ajratib, mast holdagi fuqaroni uyigacha kuzatib qo'ymoqchi bo'ladi. Mast holdagi fuqaro Rahimov esa Egamnazarovning yolg'iz qolganidan foydalanib, uning yuzi, boshi va ko'krak qismiga musht bilan urib, hayot uchun xavfli bo'lgan tan jarohatlarini yetkazadi. Qo'shnining ukasi o'zini yo'qotib, betonga boshi bilan yiqiladi. Tez yordam xodimlari uni shifoxonaga yetkazadi. 5 kun o'tib, jabrlanuvchi bosh miya yopiq tan jarohati olgani sabab vafot etadi. Ushbu holat sabab qo'zg'atilgan jinoyat ishi Beshariq tuman jinoyat ishlari bo'yicha sudida ko'rib chiqildi. Sudlanuvchi Rahimov O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 104-modda 3-qismi B, D bandlari bilan aybli deb topilib, unga 8 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Sudlanuvchi Rahimovga Jinoyat kodeksi 60-61-moddalariga asosan o'tash uchun uzil-kesil 9 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Xato qilish, adashish insoniyatga xos. Vaqtida o'z xatolaridan to'g'ri xulosa chiqarib, hayotini tartibga solgan insonning hayoti ham mazmunli kechadi. Aksincha, jinoyat deb atalmish boshi berk ko'chaga kirganlarning esa holiga voy. 9 yillik zulmat, erkin hayotdan mosuvo bo'lish esa barchani xulosaga chorlaydi. O'zingizni ehtiyot qiling, Farg'ona 24 ni kuzatib boring, xabarni yaqinlarga ulashishni unutmang.